Vatandaş, sizler bilen bir cümlede bir işki cümlede muhakeme. Bugünkü ıslahı 2023 yıl 2 ayının 4. günü. Yukarıda görüp öttük Devlet Meclisi əzalarının casusluk şaharını cüngünün urup şürüş doğrusu fikir bayan kılgallığı ve ahırda Amerika Qoşmuş Ştatlı Prezidenti Joe Biden'dan bu doğruda ifade bildirip Washington Amerika'nın hava təvəlikiga təcavüz qılıb kirgen cüngünün casusluk şaharını g'amxo'rlik bilan kutib oladi. Ya'ni g'amxo'rlik qilib kutib oladi. Qo'shtirnoqchida dedi ifade bildirdi. Hozir Amerika bütün jamiyat kayfiyatidan aytganda Xitoyning bu jasusluk shahrining Amerika territoriyasiga kirib kelishini yoki tajovuz qilishini darg'azab bilan ayblashga başladı. Hem ayblayotdi. Boshda aytgandek bu sadalar yani davomlashyotdi. İki devlet o'rtasida ko'tarilgan bu diplomatik elishish, diplomatik talıshish yoki diplomatik kurash hozir avjlayotdi, taraqqiy qilyotdi vatandoshim. Buning oxirgi natijasi qayerda bo'ladi? Uni oldimizda ko'ramiz. Lekin bugun hozir sizlar bilan muhokama qiladigan narsa bir oddiy ish emas bu. Bunga hayron qolasiz. Men shunga hayron qoldim. Hozir siz bilan muhokama qilamiz. Biz o'tganlar nima dedik? 2 ayning 20 kuni Jungoning diplomatiya amaldori Wang Yi Rossiya Federatsiyasini ziyorat qildi, balki yo'l tuzlaydi, yo'l ochadi. 2 ayning 24 atrofida Rais Xi Jinping Rossiyani ziyorat qildi degan edi. Tunugun so'ziga leksiyamiz yani bir jumla qistirib o'tdik. Mushu vaqa yana Xitoyning jasusluk shari masalasi bu Wang Yi'ning Rossiyani ziyorat qilishiga, Rais Xi Jinpingning Rossiyani ziyorat qilishiga ta'sir ko'rsatdi. Hozir xalqaro vaziyatga, boshqacha ketayotgan xalqaro vaziyatga ta'sir ko'rsatdi deydigan bir fikrni qo'yib o'tdik vatandosh. Bugun ko'rib beqing mana. Bay mavzuni o'qib berdik sizlarga. Nima debdi? Hozir Rais Xi Jinpingning Rossiyani ziyorat qilish xiyolidami yo'q? Bundaq ish yo'q. Tushundingizmi vatandoshim? Shu nuqtada to'xtab turing. Ikkinchisi, hozir Jungo Kompartiyasi Tashqi ishlar ministrligining muavini Ma Chaushuni Rossiyaga vatidi ekan. Rossiya Federatsiyasining tashqi ishlar ministri Lavrov bilan va uning ishtirokchilari bilan ko'rishdi ekan, ham suhbat o'tkazdi ekan. Demak, hozir darja tushib ketdi degan gap. Asli diplomatiya amaldori Wang Yi boradigan ishga endi uning muavin darajalik emas. Tashqi ishlar ministrligidagi muavin darajalik. Wang Yi davlatlik diplomatiya ishlarining mas'uli. Ma Chaushu Rossiyaga berib Sergey Lavrov bilan paranglashdi. Bu yerda bir jumla so'z bor. Masalan, Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan Jungoning Rais Xi Jinping qandaqdir bir masalasi o'rtaq fikrga keldi. Shu fikr bo'yicha bu fikrni amaliylashtirdi. İki davlat rahbarlari o'rtasidagi o'rtaq fikr, o'rtaq ideyani tunishni o'rtaq tunishda amaliylashtirdi. Bu gap esingizda bo'lsin. Lekin gap yana nega berib to'xtaganda sen 2 ayning 24 kuni Rossiyani ziyorat qildi deb Rossiya matbuotlari videomusti. Anadaki Rossiya ana sun'iy amri agentligi amini e'lon qilib bo'ldi. Biroq Jungo taraf biz Rossiyaga boramiz degan gapni qilmadi. Oraliqda bu voqea chiqdi. Jasusluk shahrining Amerika territoriyasiga tajovuz qilib kirishdan iborat bu voqea chiqdi. Mushu voqea Rais Xi Jinpingning Moskvani ziyorat qilishiga ta'sir qildimi yoki Jungo azalda shunda o'rinlashtirganmi? Bu yerda men o'ylayman vatandoshim, bu qatimqi ziyorat boshqacha ziyorat edi. Birlashtirib qaraylik, Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Antony Blinkenning Beijingni Jungoni ziyorat qilishi.
Cungo'nun tashqi ishlar yoki diplomatiya ishlariga mas'ul amaldori Wang Yining Moskvani ziyorat qilishi mushu oraliqda muqimlashgan bir ishdan paydo bo'lgan muqimlashgan bir vaziyat chiqayotgan bir paytda tuyuqsizlik josuslik shari Cungo'ning Amerikaning havo boshlig'ida paydo bo'ldi. Demak, Cungo bergan va'dasidan yenib oldi. Sözleşidigan, muhokama qiladigan, balki bir taraf qiladigan tema mavzudan yenib oldi. Yenib olishning chorasi o tashqi ishlar ministrligining bayonoti bilan emas, yoki Markaziy komitet Jonanxayning fikri bayoni bilan emas. Bu qatim Markaziy komitetning raisi Xi Jinpingning ma'qulligi bilan josuslik shorini Amerikaga avatib, dunyoda jamoat fikri to'plab, Amerikada ham jamoat fikri to'plab, bu ishlarni mushu voqea bilan to'sdi, oldini to'sdi. Qaraganda bu qatim biz boshda aytdik-ku, favqulodda berish, ziyorat qilish Cungoni davlat ishlar kotibi Antony Blinken. Balki bizning og'zimizdan chiqqan bir og'iz so'z Cungo bilan hamkorlashib masala qilish. Cungo Amerika xizmat gruppasi, hatto Cungoda qurilgan xizmat gruppasi shu darajaga kelgan edi. Demak, hozir Cungo Kompartiyasi va uning sekretari Rais Xi Jinping bu ishlarga chidamadi. Avval ma'qul degan bo'lsa, keyin yenib oldi. Yenib olganligini josuslik sharini Amerika havo tavalligiga avatish orqali isbotladi. Bugun xabarlar shunday deyildiki, Prezident Joe Biden bilan Rais Xi Jinping o'rtasida suhbatlashgan temalar intayin murakkab va intayin cho'ng edi. O üstel üstüne qo'yilgan edi. Buning Cungo taraf javob berishi kerak edi. Lekin hozir josuslik sharini Amerikaga avatib, Cungo taraf puchom dedi, yenib oldi. Lavzida turmadi, gapida turmadi, yenib oldi. Qo'shqonga o'ltirib oldi. Demak, bu orqali mushuni josuslik to'rini Amerikaga avatib, shundoq vaziyat yaratish orqali vaziyat yaralgan vaziyat bilan asli yaralgan vaziyatni inkor qildi yoki rad qildi. Mening bu yerda nurg'un gumoniy fikrlarim bor, sizlarga so'zlayman da buni. Chunki hozir amaliylashmagan, yalliq aylanmagan ishlar ekan. Bu ahvolda bizning so'zlaganimizning o'zi quruq narsaga aylanib qoldi vatandosh. Lekin tasavvurimizda hozir hukmronlik qilyapti, tasavvurimizda pishib yetilyapti bu gap. Zodi nima? 3 davlat Rossiya, Amerika Qo'shma Shtatlari, Cungo. 3 burjak deb o'tgan, Tayvanni qo'shganda 4 burjak. Vatandosh, bu yerda zodi nima gap bor? So'zlashadigan nima gap bo'lg'iydi? Ma'qul deb javob bergani yana nima gap bo'lg'iydi? Mana bizning o'ylaydiganimiz mushu gap. Zodi nima gap? 12 ayning o'tgan yili 30-kuni Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin Cungoning raisi Xi Jinping bilan ekranda suhbatlashdi. 1 oy dedi-ku, 2 oy o'tdi. Shu suhbatda ma'qul degan so'zlarga sizga qarang'u, menga qarang'u, bugun Cungo Kompartiyasi yenib oldi. Uning ifodasi yoki matbuot, yoki bayonot orqali emas, bugun hushar kema, ya'ni Cungoning josuslik sharini Amerikaga avatganda Alyaska, Kanada orqali avatib, Cungo gapida yenib oldi. Bundan keyin qanday bo'ladi Amerika Cungo munosabati? Masalan, dedik, Amerika Cungo o'rtasida üstel qo'yilgan masala intayin nurg'un dedi vatandosh. Müşahede şunu aytib ketaylikki, bu davlat ishlar kotibi Antony Blinken Cungoni ziyorat qilsa, 4 masala ustida to'xtaladi dedik. Uning birinchisi Tayvan masalasi, ikkinchisi yangi zamon fan texnikasi masalasi, uchinchisi kishilik huquq masalasi. Kishilik huquq masalasi deganda bu yolg'iz Tibet va Shangang Uyg'uriston masalasi emas. Hozir nurg'un amerikaliklar Cungoda chegaradan chiqolmadi.
ishlashga, xizmatga yoki savdo tijorat bilan Jungoga berib, Amerikalik grajdanlar chegaradan chiqib, Amerika qaytib kelishim ma'ni qilindi. Ko'rdingizmi, zo'ravonlikda vatandosh. Jungo hukumati shunday qildi. Bu Amerikaliklarning chegaradan chiqishiga ruxsat qilmadi. İkincisi, bazı Amerikalik grajdanlar Jungoda qo'lga olindi, turmaga tashlandı. Bir sebep, yoki hech qanday sabab yo'q. Qo'lga olindi, turmaga tashlandı. Endi biz bunu oddiy tilimiz bilan aytsak, bu Amerikalik grajdanlar Jungoda go'raga olindi degan. Nimaga? Har bir Amerikalik grajdan hukumat o'tirishga ishlag'i mas'ul bo'lishi kerakmi? O grajdan, o xalq, xalqning o'rnida, xalqning xizmat o'rnida o'zining ishini qildi, hukumat ishiga aralashmaydi ki. Sen bularni Amerikaning grajdanlarini Jungoda qo'lga olding. Hatto ba'zilarini qorlab tuhmat degidek yoki tuhmat degidek jinoyatni otib, o'lim jazosi berdi ba'zi Amerikaliklarga. Hozir bu qatim Davlat ishlar kotibi Antony Blinken Beijingga borganda kishilik huquq va shundaqla Beijingda Jungoda qo'lga olingan Amerikaliklarning huquqi to'g'risida so'z eshitadigan va ularni turmadan qo'yib berishni Jungo kompartiyasining samiga soladigan shundaq bir ziyorat, ya'ni Antony Blinken Davlat ishlar kotibining ziyorati bu qatam Jungoning josuslik shahrining Alyaska, Kanada orqali Amerika Qo'shma Shtatlariga kirib kelishi vajdan hozir Amerika Jungo o'tirisidagi diplomatik munosabatda yana bir qatam silkinish paydo bo'ldi. Endi keyingi masalalarni qandoq bir taraf qiladi? Ba'zi ikki davlatning bundan keyingi diplomatik faoliyatlariga nazarimizda og'dirmiz, hurmatli vatandosh.